Assalamu alaykum tordaşlar, yaxşımısızlar? 2022 kiribdimiz hamda bu yilda xainlarni texmi tonib yetish yili qilib, anadagi vatanimiz uchun texmi bir kurash qiladigan bir yil bo'lsin deb tilaymiz. Qarindoshlarımızning bir her jihatdan teng kuchishini iltimos qilaman. Bugun men bir imzo to'g'riliq azroq so'zlab qo'yay deb o'yladim. Yaqindan beri chiqqan şu imzoni sizlar bilasizlar, uni yana qayta ta'kidlab yurmasammi, imzoning takror etilib qilishi, uningdagi yana bu imzoning qaytadan Dilyar Musabaylarning tirishchanligi bilan bir torbat imzo torbati yasab yana qayta sunishini hammalar ko'rib turdinglar. İmzo sonining eshigiga ergishib, har xil g'ayri sadolar yangrashga boshladi. Hamda bu biz xoinlarni maqtashimiz kerak ekan. Rabia Qadirning ki axlıqçısından bir sibati Amerikada hamda yana bir Avstraliyadan bir axlıqçısı chiqibdi. Shunda kulkilik bir sapsata. Bu insonning ki bundaq bir qasraq tashlab turib yana bir qatim chiqishiga hayron maqomidim. Chunki 100 ming kishilik imzoda Rabia Qadir yana shundaq saydigan edi. O texnikani qo'llanglar. Anadaki 33 ming imzoga yetgan chaqda adamı qo'llab qo'yish kerakmiki, bir o'ylash baqay degan ovozi bor. Anadaki mana o tunogul so'zlab chiqqan Avstraliyadagi chapanchi xonimninki ayni vaqtda petition deb turib so'zlab ketgan bir ovozlari bor. So'zlab degan shunda bir chaqildab ketgan toplarda hech qaysi ovozlar yuvitilmagan, men saqlab qo'ygan har qanday ovozni endi kollej yetish uchun har qanday qilayotgan harakatga zehnalarni chashmanglar. Imzoning sonining eshishi dushmanga bo'lgan eng chong zarba deb hisoblayman men. Biz ayni vaqtida shu imzo soni 33.200 bo'lgan chaqda Salih Xudoyor tutulup mu ketilgendi? Bu jarayonlarni men tilga olmasammi bular, anadakin jamiyat emgegiga selindi, har xil ishlar bo'ldi. Voyjon, tillamagan til, haqorat, hech nima qolmadi. Endi ma imzo kelgan chog'da har xil temalar chiqib o'tibdi, lekin natija har qanday nacharliklarga ajallik zarba bo'la oladi deb o'ylayman. Bunda qarsam 1800 ga yaqinlashib qopti imzo soni. Yana kuchanglar O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz bizim shu imzoga qanday imzo solamiz, lekin imzo evatganimiz bilan biz o nimani qilmayapmiz, ichib xat kelmabdi, ulanish kelmabdi, imzoning ulanishi, shuning uchun muvaffaqiyatli bo'lmayotganlar bor deganga yana qarab yiqin qayta imzo tashlasangiz bo'ldi. Agarda siz o'zingiz o'ylab yiqin, bu 70 yillik da'voninki ilgirlamasligi nima uchun? Ba'zan bir niqoblarni ichib yetib turib, mushuningdan bir savol so'rashga mayaqni qarib qo'ysin. Biz orliq tashlayli demaganligimizda emasmi? O'ylab yiqinglar. Ash o'lib ketganlarni ko'chilab yurishlar, tiriklar yininglarda turdi. Tiriklardan hisob olmamsizlar. O'lib ketganlar sana javob beramaydi, uning hisobini Xudo oladi. Lekin tiriklar yiningdi. Birdan o'ngdan, birdan so'ldan chiqib har xil narsalarni so'zlaysizlar, har xil narsalarni yozsizlar. Hamma yerda bor ba'zan odamlar bor. O'ylabmi qolmay bular qandoq bir insonlarni o'zirayotamdi, bu zulmdan o'zirayotimni haq deb qolaman. Her xil narsalarni yezib baqqanlarga ba'zilari men unda kishiniki narsalarning boshqalarniki ostiga kirib inkos yezadigan odatim yo'q. O'zimniki yoki sabdoshlarim yaqin o'tganlarniki yozaman. Anadaki ba'zan bir temalar bizning da'voga foydali yoki o'zimizniki temasiga bundaq taqishadigan bir temalar bo'lib qolsa ostiga amalsiz kirib yezib qo'yamiz. Sabdoshlarim shunday qiladi. Lekin bizning ular bilan hech qanday ishimiz yo'q. Faqat o'zimizning fikrni bildirib qo'yamiz. Lekin ba'zi yerlar kelgan chaqda qarasangiz, mayadimi bor, ayadimi bor, o'ylab qolim bu maydonsizlik bir kasallik ey. Ig'ir kasal bu. Mayli sen u onangni qanchalik oqlasangmi, Rabia Qadir shular. Ba'zan narsalarni faqat tashlab baxmadim o'ttirga.
Şəxsiliki mayak qoyub qoyub durmuş. Davanın içində acayip naçarqılıq qılğan. Meyli avaz, meyli dokulat, meyli imza. Hiç nimin taşlap baqqınım yox. Faqat bir 62 betlik şu özü qılğan. Asqar Jallar bilan taq berib qılğan. Şu xayırlıqlarını birli nərsini taşlap qoyduq xalas. Onun işçiliki taq bəzən nərslər kirmiduq. Sen unutilgan bilan boshqa odam unutilib qolgani yo'q. Rabia Qadir. Meyli qanchalik axlasangmi, o'z, ey, millatingninki ash so'rlib yurayotgan hozir qilmish da'vo. Ash qarindoshlarning qiniga badiliga falan odamni beqiyotdi, ey. O'ylab baq. Yana taqa ash O'rta Osiyoda ba'zan qarindoshlarimiz var, shunda eg'ir kundiki. Shularga yordam qo'lingni uzatmay, mishyadik ash ey sharatninki shu so'rinlarniki pulini ko'tirsa, hey. Xudoyim, tova. Men aql degani biza ishiltib baqsang. Voy men Uyg'urdim, voy men nevi anistim, voy bir nimangdan, voy seni butun Uyg'urning qini bilan yug'urilgan da'vo beqiyotdi emasmi? Manda bir savol qo'yib baxmamsa, o bo'lar chiqib turib chopan deganni ko'tirib degan voy jon taqs deganga mushto ap qo'ygan bilan qara. Turmaydi. Hozir turg'idek yeri qolmadi. Faqat zehnimizni choshmayli. Hozirgi vaqtda bu imzoning soniga kapolatlik qilish kerak. Bu xalq harakati orqali şu demokratiyani, yolg'on demokratiya qilayotganlarga demokratiyaning nima ekanligini uqtirish kerak deb shuni tashviq qilyapmiz, shuning uchun tirishyapmiz. Har bir shu imzo to'playotgan, birdan imzo etishni o'rgatayotgan, mayli O'rta Osiyodagi, mayli boshqa yerdagi qarindoshlarimga rahmat aytaman. Shu kuch harakatni barkat, biz tirishgan odamlarga Allohning cho'qim rahmati keladi deb o'ylayman. O imzoni xuduklashtirib, voy imzo ishni qilmaydi. Mana nima indigenous degan narsadan chiqish unda asan emas. O bu xalq degan ittifoqlashmagan, o bu xalqning ittifoqlashganini sen uqmabsan. 100 ming kishilik imzoda xalqning ittifoqini shu vaqtda ko'rib bo'lgansan. Amaliyotda faqat Uyg'urning ro'yini sundurdigan ishlarni qilasizlar. Uyg'urning ittifoqlashmaganini men bir misol bilan deb beray. Men Norvegiyada yashayman. Ben öyde oturup emas, talay yelek barıma. Beriş jarayonida talay adamlardan ba'zan uçurlarını bevosita qo'lidan olaman. Tordan ivetkizmayman. Ba'zan bir uçurlarını men nerede yurib yig'alayman? Shularning shu ishonch, bir-birimizga bo'lgan ishonchni turg'izganligimiz uchun biz faqat bevosita ko'rish baxmagan ne qarindoshlarimiz var. Lekin ashlar bilan bir ishonch turg'izganligimiz uchun bu davoni da'vo qilmayapmiz. Aşağı xalq hareketini voyaga yetkizib turib qilyapmiz. Bizga bir yerdan keladigan pul yo'q. Biz o'zimizning yanchug'idagi pul bilan vaqtimizni ajratib, iqtisodimizni ajratib qilyapmiz. Mushu ishonch. Sana ishonmagan bilan xalq o'zimiz xalq ishonadi. Men shu xalqning shirki birsi. Sana ishonmaydi. Sababi nima deganni bir savol qilib qo'yib baqa. Uyghur nimada sana ishonmaydi? Nimada biz sana ishonmaymiz? Chunki kayningda bir muncha narsa bor. Ayni vaqtida ajoyib maskanlar yerga tushgandi. Arliqlarda biroz maskanlarni taqib oldinglar. Xitoy virusdan sal nimqag'ash maskanlarni da taqib olgandinglar. Hozir yana jartida elvatdinglar. Ba'zan odamning 4-5 yuzini ko'rib bo'ldik deydi ba'zan odamlar. Biz 36 yüzünü mü görüp olduk? Yani 37. yüzü qandaq ketib bilmeymiz. Aqı örüp işleri alavatıq, he? Onu mu kördük? Lekin çatığımız yok. Vaqt hem nesini ispatlaydı, torda hiç nesi yüzülüp ketkini yok. Hem sen yüvetken bilen men yumudım. Sen yüvetkinin bilen biz yumudik. Sen saklamağının bilen biz sakladık. Bu işenç. Bazen neslerini Bəzən adamlar jüyütübdü, bu təsadüfilikdən jüyütübdümüz, mana saxlanğanmıdır. Mən ivet vermə. Eyni vaxtda Rabia Qadir bir qatım bir avazını qaytırıb ağaca, mən yötkəp olğan. Yötkəp olub, ona dekin, eliq avazını edib, ma avazını dəmsiz, dəb iştir, ivet bəgəndir. Bəzən adamlar, uy, palan nəsin saxlamaq dikəmiz, ma onu ma, dəb ivet vermə.
Biz taraf-tarafdan ba'zan narsani chiqarib etib olgan yoki chiqarib yuvatganlarnikimi talay bolalar qarab turuqliq tushirib saqlab qo'ydi. Anadan keyin men diqqat qilmay yoki men bir yoqlarda bo'lib qilib qilsammi, shu qarindoshlarimiz siz men yo'q vaqtingizda manda narsalar bo'lganda meni sizga evatib qo'yildi, evatib qo'ydi. Mushu ishonch. Bizmi vatanda Xitoyga ishlagan, Xitoyga ishlash deganim xizmat qilgan. İşlep can baqqan. Lekin vatanning ichidan sirtiga men da'vo qilma deb chiqman. Ayni vaqtini tatib dedim. Biz normal shaklda voy jim tur, bolam hech nimaga aralashma degan oilada cho'ng bo'lganman. Lekin qanday bo'lyapti? Aralashmagan bilan ish tanatmaydi ekan. Nima bo'lyapmiz? Yana nimalar bo'ladi? Savol qo'yib yiqing. Anadaki günümü oyay o imzanın ki hiç qanday qimmeti yok. İmzanın qimmeti bo'lmasa nima deb sakraysa, xuddi mustaqillik degan quruq shuvar bo'lsa, nima deb sakraysa, zitanga tegib ketib bordi, nima deb taxlaysa, quruq shuvar bo'lsa nima qo'qsa, shuning o'xshash imzanın qimmeti bo'lmasa, nima deb sakraysa, change.org deganchu Erkin Sidiqning aqoidasiga o'xshashlayapti. İki qatım taqaldı, yana mı taqılıdı? Onu biz imza çıqqan çağda bəzən bir balalar bilan deyişken, bu imza çoxum taqıtıb etildi. Bəzən imzalarının sani kontrol qıldı bular deb turib deyişken, degandek etib etildi. Əmdi ma imza kontrolluqdan chiqib ketdi. Shuning uchun əmdi o bola qasraqdan chiqibla tezdən vazifelendirib sakrashga boshladi. Oye, chiroylaringlar o'zgarib ketdi. Ajoyib chinib qavatıdı ekan. Vay. Voy. Jin-20 degan vay. Vazifelendirdi sakraysizlar. Jin-20ning har bir davlatdagi a'zolarimi kuchaydi aytdi. Mush imzodagi 100 ming kishilik imzodagi qanday odamlar beshida chiqqan bo'lsa, shular chiqyapti hozir. Top-toplardagi ovozlar, kulkilik ovozlar, eliq sayrayotgan ovozlar. Sen onu demokratiya degan erkinlik bo'lish kerak deb, to'g'ri? İmzani erkinlik ku, nim deb qo'qsa, nim deb sakraysa. Sana kelganda demokratiya, bizga kelganda demokratiya yo'qmi degan odam yo'q. Toplarda ba'zan balla qarindoshlarim qarab turadi. Saqlab turmiz. Sen yuvatganni biz yumaymiz. Sana kerak bo'lgani men to'g'ri chiqarib qo'ya olayman. Nerede palanca oxumusun, pokunca oxumusun degan ovozlar bizga kelib qoladi. Hozir Uyg'ur o'yg'oq, Uyg'urning o'yg'oqligidan, Uyg'urni kontrol qilishdan sizlar hozir kontrolinglardan Uyg'ur chiqib ketdi. Shuning uchun qo'rqyapsizlar. Shuningga sakrayapsizlar. Jin sakrsin, bir sakrmay o'qiymiz. Davo degan shunday bo'ladi. Hozir davo xalqning davosi. Mavu zemin qarindoshlarımızın zemini, vatandakilarning zemini, zeminning egisi vatanda, da'voning egisi ma xalq. Chet eldagi xalqmi o'yg'oq holatda. Shuning uchun ro'yinglarni sundirish uchun o'y ishonch yo'q deb, sana ishonmagan bilan biz bir-birimizga ishondigan tursak, shundami qarindoshlarim? O bikoga ishonch turg'izish kerak. Ishonch turg'izib bo'ldik biz necha yilda. Bika oltamidik. Lekin sen bilan ishonchimiz yo'q. Chunki hamma qozonda qaynagan odamlarga albatta ishonmaymiz. Biz izchil mangdiq. Izchil mustaqillik yo'lida mangdiq. Mush yo'lni tanladik, izchil mengyapmiz. Lekin haqiqatlarning ichidagi hali haqiqatlari uning yanada birdam isinib, mana yanada birdam isinib yuravergandan tonib ketdi xeyliq chiroylarni. Shuning uchun chiqib so'zlasangmi, biz kuzatimiz, diqqat qilib turamiz, lekin ishonmaymiz gaplaringga. Mayli, naringni nima qilib chiqsang, yana shu sen. Xuddi ayni vaqtida biraylan shunda bir deb ketganda, voyay, dadasini aslab usul o'yinimiz nima bo'pti deb bir odam eshak ulvas qo'ng'i ejak tatibdi degandek shu ham desam ajoyib tillab ketgandi. Tova deb qolgandim. Endi to'satdilar, yana birsini chapini ko'tarib chiqqan chaqdimi, baribir ishonmayman. Men shundaq bir xil nima saqlayman, adovat saqlayman bu ishda. Chunki
Ayni vaqtidagi hech ishni unutmadik, saqlab mangdik. Ovozdan ovoz, topdagi ovoz, video, anarki yozgan inkaslar, bu 100 ming kishilarni, "Oyay, Amerika dadanglar nima ish qilib beradi? Nim bo'ladi?" deb ketgandi. Umi kontroldan chiqib ketgan xalq harakati. Kontrol qilgandi, kontroldan chiqib ketdi. Jehni dadanglarda ko'rib ketdinglar deb turib desam, "Oyay, u degan mundaq. Jehning vatani mustaqil. Lekin men Uyg'urning emas. Uyg'urning vatani ishg'oliyatda" deb turib desak degan, "Voy tatap ketgan, chakildabmış tükürüklari mishalariga chechirab ketgan xotinlar batdi. Hozir hamda to'satdan yana chiqdi." Qarindoshlarim, men imzo beh muhim. İmzanın sanining eshigiga ergishib, ba'zanlar cho'qqim doktorxona yetib qilish mumkin jiddiy qutqizishda. Uni men ishim degilmaydi. Shuning uchun men imzoning qimmatini yerga uradigan bundaq ishlarga hargiz ovoz qo'shmanglar. Anandan kalla chachadigan o'yinlarga hargiz kirmanglar. İmzo bilan paranglashaylik. İmzodan keyin imzoni qanday qiladi? U tashkilotlarning ishi. Biz özümüzün mecburiyetini ada qilamiz. Bizga vatan kerak, qarindoshlarimiz bilan ko'rishishimiz kerak. Ba'zan odamlarning o'ngtatur yozgan narsalarni, bu narsaga zihnlarini chashmanglar. İmzoningki soniga kapolat qilaylik qarindoshlarim. Xalq harakati orqali demokratiyani o'g'itib qo'yaylik. Yolg'on demokratiya qilayotganlarga Uyg'urdan og'rinib turib bizga ishonmayotidi deb ketgan heliq sarxillarga bir javob berib qo'yaylik. İmza xalqning yanchug'ida. İmza xalq harakati orqali imzo bilan mushularga demokratiyani o'g'itib qo'yishimiz kerak qarindoshlarim. Uyqumizni ochaylik. İmzo bek muhim. Anadagi imzoda yo'liqqan qiyinchiliklarga yordam berayotgan bolalar bor. Shulardan so'rasanglar bo'ladi qarindoshlarim. Yana kuchayli. Rahmat sizlarga.